Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi 12-dars vegetables sabzavotlar darsini o'rganamiz. Bu darsimizda siz ingliz tilidagi sabzavotlarning ko'rinishi, nomlanishini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ekranga diqqatingizni qaratasiz. Birinchi sabzavotimiz kartoshka va bu ingliz tilida potato ko'rinishida bo'ladi. Potato. Potato. Ya'ni talaffuz qilinishi shunaqa bo'ladi. Yozilishi potato. Kartoshka. Demak, talaffuz qilishimiz potato. Keyingi sabzavotimiz pomidor, ko'rishingiz mumkin. Pomidor. Tomato. Tomato ko'rinishida, demak, tomato ko'rinishida yoziladi. Talaffuz qilinishi tomato va tarjimasi pomidor. Demak, tomato, pomidor. Keyingi sabzavotimiz sabzi. Mana ko'rishingiz mumkin, sabzi. Ingliz tilida carrot hisoblanadi, carrot. Talaffuz qilinishi carrot, yozilishi karrot, tarjimasi sabzi. Demak, quyonlarda eng yoqtiradigan sabzavoti hisoblanadi bu sabzi. Davom etamiz. Karam ko'rishimiz mumkin, karam. Ingliz tilida karam cabbage hisoblanadi. Cabbage. Kabbaga yoziladi, talaffuz qilinishi cabbage. Shunday talaffuz qilinadi. Tarjimasi karam. Cabbage. Karam. Bu Amerikada mana shunaqa bayram borki, shu oshqovoqdan foydalangan holda qo'rqinchli, demak, shakllar yasaladi. Demak, buning nomi pumpkin. Oshqovoq. Demak, pumpkin oshqovoq degan ma'noni bizga bildirib beradi. Pumpkin. Oshqovoq. Demak, yozilishi pumpkin shu shaklda yoziladi. Talaffuz qilinganda pumpkin holatida talaffuz qilamiz. Pumpkin. Oshqovoq. Pumpkin oshqovoq. Keyingisi sabzavotimiz rediska, ko'rishingiz mumkin. Radish. Ko'rinishida bo'ladi. Talaffuz qilinishi radish, tarjimasi rediska. Rediska. Keyingi sabzavot bu peas, loviyalar. Peas ko'rinishda yoziladi. Talaffuzda uzun i bilan peas holatda talaffuz qilinadi. Loviyalar. Agar adashmayotgan bo'lsam, no'xat ham bo'lishi mumkin, agar kim ajrata olsa, yoki loviya yoki no'xat. Peas, loviyalar. Xo'p, keyingi sabzavotimiz bodring, ko'rishingiz mumkin. Bodring. Demak, kukumber shaklida yoziladi. Talaffuz qilinishi cucumber. Tarjimasi bodring. Cucumber. Bodring. Demak, sholg'omga keldik. Sholg'om ingliz tilida turnip. Ingliz tilida sholg'om turnip hisoblanadi. Turnip holatda yoziladi. Talaffuz qilinishi turnip.
Sholg'om. Turnip. Sholg'om. Xo'p, davom etib boramiz. Keyingi sabzavotimiz gulkaram hisoblanadi. Gulkaram asosiy demak ovqatlarga ishlatiladi. Cauliflower. Gulkaram ingliz tilida cauliflower deb nomlanadi. Ya'ni talaffuz qilinishi cauliflower. Gulkaram. Cauliflower. Gulkaram. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ba'zi hamma ovqatlar bilan deyarli qo'shib iste'mol qiladigan sabzavotimiz onion. Piyoz degan ma'noni bildiradi. Piyoz. Talaffuz qilinishi onion, yozilishi onion. Xo'p, makkajo'xori ko'pchilikni demak sevib iste'mol qiladigan bu ham sabzavot hisoblanadi. Corn ingliz tilida. Corn talaffuz qilinishi, yozilishi, tarjimasi makkajo'xori. Corn, makkajo'xori. Corn. Okay. Hozirgacha o'rganib kelayotgan sabzavotlarimizni ko'rib chiqamiz. Demak, kartoshka, potato, pomidor, tomato, sabzi, carrot. Carrot. Demak, karam, cabbage, oshqovoq, pumpkin, radish, loviyalar, peas, bodring, cucumber, sholg'om, turnip, gulkaram, cauliflower, piyoz, onion, makkajo'xori, corn va biz baqlajonga yetib keldik. Baqlajon ko'rinishi mana ingliz tilida nomlanishi eggplant. Baqlajon degan ma'noni bildiradi. Eggplant. Demak, talaffuz qilinishini ham yozib o'tamiz. Eggplant, baqlajon. Baqlajon. Xo'p, keyingisi qo'ziqorin. Mana ko'rinishi mumkin. Asosan o'rmonlarda o'sadi. Mushroom. Ko'rishingiz mumkin. Mushroom. Qo'ziqorin. Va chesnok ko'rishimiz mumkin. Garlic. Chesnok. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan sabzavotlarning ingliz tilida nomlanishini ko'rib o'tdik va albatta uyga vazifamiz ham bor. Homework translation practice, ya'ni tarjima amaliyoti bor. Uyga vazifa sifatida beriladi sizlarga. Tarjima amaliyoti. Mana bu 10 ta gapni ingliz tiliga to'g'ri holatda tarjima qilish kerak bo'ladi. Hammasi o'tgan mavzularimiz, misol uchun u yoki ular kishilik olmoshlaridan bitta an artikli, qizil yoki oq ranglarni o'tdik. Ranglar darsidan o'rganib olishingiz mumkin oldingi darslarimizda. Va bugungi sabzavotlar nomlari. Birlik va ko'pligi. Ko'pligida 11-darsda tushuntirib berganimdek, s, s yoki es qo'shimchalari bilan qoidaga muvofiq ko'plik yoziladi. Demak, YouTube orqali bizni kuzatayotganlar uchun ham
YouTube'ni bizni kanalimiz profilida Telegramga o'tadigan linki bor. Shu link orqali o'tib, mashqlarni bajarib, uyga vazifalarni tekshirtirib borishingiz mumkin bo'ladi, albatta. Hop, bugungi darsimiz kuzatuvchilari uchun katta rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.